Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, kim qarzdorga muhlat bersa yoki uning qarzini kechirsa, Alloh uni qiyomat kuni arsh soyasida soyalaydi degan hadis eshitgandim. Men pullarni kechib yuborgim keladi, lekin kim qarzdorga muhlat bersa, har kuni sadaqa qilgandek savob yoziladi degan ma'noda ham hadis eshitgandim. Bu savob to'xtab qolsa-chi degan xayol keladi. Va yana qiyomat kuni mendan ham kimlardir haqdor bo'lib kelsa-chi, shunda o'zimga ham kerak bo'lib qolsa-chi deyman. Shunaqa chalkash xayollar qiynayapti. Bunaqa o'rinda qanday yo'l tutgan afzal debdilar. Avvalo biringki, kechirish fazli kechiktirish fazlidan katta. Garchi kechiktirganingizda har kun sizga o'sha qarzni sadaqa qilayotgan ajr yozilgani jihatidan ko'pdek tuyulsa-da, lekin bu sanog'i ko'p xolos. Lekin agar kechib yuborsangiz, uni qadri ko'p. Buni tushunishingiz uchun bir misol aytaman. Bir odamga har kun bir so'mdan masalan 1000 so'mni bo'lib bersangiz, unga 1000 kun vaqt ketadi, to'g'rimi? Mana buni miqdori ko'p deyiladi, ya'ni sanog'i ko'p. Endi bir odamga siz bir kun bersangiz, bir kunda masalan aytaylik, shu 1000 so'mdan ko'pini ham 1000 so'm mana bersangiz bir odamga, uni bir kunda berib yuborgandek tuyuldi siz. Lekin aslida o'sha 1000 kunda berilayotganda bir kunda berdingiz. 1000 kunda berilayotganda u bo'lib berdi xolos. Siz hozir qarzingizdan kechib yuborishingiz bilan qarzingizni kechiktirishingiz ham mana shunga o'xshaydi demoqchiman. Siz agar qarzingizdan kechib yuborsangiz, o'sha necha kun masalan u odam qarzsiz sudrab yurardi va qancha ajr yozilardi sudrab yurgani evaziga sizga. O'shani hammasini kerak bo'lsa ortig'i bilan Alloh sizga beradi. Chunki siz kechib yuborganingizda bo'ldi, uni qaytib olmaysiz. Ammo kechiktirganingizda esa qaytib olasiz baribir bir kun. Tabiiyki qaytib olmaydigan kishi qaytib oladigan odamdan ko'proq ajr oladi. Endi kechiktirishga targ'ib qilingani u agar kechib yuborgisi kelmagan bo'lsa insonni, ana o'shanda u kechiktirishga targ'ib qilingan. Lekin kechib yuborishga agar qudratingiz yetsa, iymoningiz dosh bersa, albatta bu afzal, unda zarracha shak yo'q. Mana bir kishi qarzini sudrab yurgan bo'lgan, Ka'b qarzini so'ragan. U hech bermasdi. Ikkalalari kim masjidda tortishib qolganlar. Shovqin suronni eshitib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqqanlar, nima bo'lyapti? Ka'b aytganlarki, ya Rasululloh, mana odam qarzini qanchadan beri bermay yuribdi. Rasululloh Ka'bga qo'llari bilan ishora qilib, yarmini kech deganlar. Xo'p degan. Kechdim degan. Naragisiga aytganlar, bor endi sen yarmini topib kel deganlar. Mana ko'ryapsizmi, ham kabam kuymadi degandek. O'sha Ka'b kechiktirgangacha kechiktirgan. Lekin endi puli kerak. Puli kerak bo'lgan vaqtda inson so'rasa aybi yo'q ekan va bir qismini kechib yubordi deyaptilar. Kechiktirib yuraver demaganlar, demak, bir qismini kechib, bir qismini olishlik ham joiz. Sizga yechimlardan biri mana shu. Agar qudratingiz bo'lsa hammasini kechib yuboring. Qudratingiz bo'lmasa, o'zingizga ham pul kerak bo'lsa yoki ba'zan o'sha qarz olayotgan odamlarni tekin tomonlikka o'rgatmaylik desangiz, bir qismini beringlar, hech bo'lmasa bir qismini bermasanglar ham mayli deb mana shunaqa qiling. Mana shunda ham katta ajr olasiz. Yana bir uchinchi yo'l bor. Siz Allohga shunday bir ular haqida Allohga bir uzringizni bayon qilib qo'yingki, kim shulardan masalan berishga qodir bo'lsa, berishga qodir vaqtigacha men kechiktirdim. Agar berishga qodir bo'lmaydiganlar bo'lsa, men yoki u o'lib qolsak birontamiz, men undan kechdim. Mana shunaqa deb Allohga uzringizni bayon qilib qo'ysangiz, inshaalloh shunda siz ham kechiktirganni, ham kechib yuborganni ajrini olasiz. Alloh a'lam.